Siz qidirayotgan narsa bu yerda yo'q. Ayol kishi bor uyda tilni taqinchoq bo'ladi. Tillalaring qayerda? Tillalarni sotganman. Onamni dorilar uchun. Bor pul tortmada. Ustimdan kulyapsanmi? Bundan boshqa puling yo'qmi? Yo'q. Bu onamni pensiya pullari. Boshqa yo'q. Demak, shu puldan boshqa pul yo'q. Shunaqami? Uzr. O'tib ketay. Tushunarli. Qulupnay o'g'risini tutganga o'xshayman. O'g'lan. Hayoling qayerda, o'g'lan? Oyi. Hayoling qayerda? Yo'q, ona. Charchagan bo'lsam kerak. Qachon uylanasan o'zi? Sen tengilarda bolasi maktabga chiqib bo'ldi. Ishingda ham tayini yo'q. Etbetga sovchilikka borsam nima ish qiladi desa, ishingni ham bilmayman. Ona. Men ham o'ynab yurganim yo'q. Ish harakatida yuribman. Azina qoldi. Yaqinda bitta ishim o'xshab qolish kerak. O'xshasin, yaxshi bo'lib ketadi. Iloyim aytganing kelsin. Tezroq ishga kir, tezroq uylan. Ona, bitta gap aytaymi sizga? Men sizga bugundan boshlab va'da beraman. Men albatta bundan keyin o'zgaraman. O'zgaraman, oyi. Yaxshi tarafga o'zgaraman. Rostdanmi? Aldamayapsanmi? Keyin bitta qizni ham mo'ljallab qo'yganman. Yo'q. Rosa chiroyli qiz, sizga yoqadi. Faqat ishlarimni hal qilib oling, sizga ko'rsataman. Tezroq ishlaring hal bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Nima kerak senga? Gapim bor senda. Nima gaping bor? Ne sovchilarni matkaz qilding? Sen menga yoqmaysan. Hay. Kim bu? Hech kim. Tinchlikmi? Bor uyingga kirib. Tushunmadim. Qoch, to'xta. Qoch. Asal to'xta. 1 minut to'xta. Nima gapingiz bor? Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Oilaviy sharoitingni bilaman. O'zim ham xo'rlik qilmoqchiman. Onaga ham o'zim qarayman, davolatamiz. Faqat iltimos yo'qdimi menga teg. O'g'irlikmi? Asal, men o'zgaraman. Ishon, o'zgaraman. Albatta o'zgaraman. Ona? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Onajonim, mehribonim. Assalomu Ke alaykum. o'g'lim, yaxshi kelib oldingmi, tuzingmisan? Amin, topganlaringga baraka bersin. Ilohim yaxshi kelinlar qilaylik. Har bitta duoyingizni shu kelinni aytmasangiz bo'lmaydi. Ona, mana bugun 1-oyligimdan sizga bozorlik qilib keldim. Alloh baraka bersin. Topganlaringga yasha o'g'lim. Rahmat. Bundoq o'ylab qarasam, shu yoshimga kirguncha faqat o'zingiz yedirib, ichirib, katta qilib, hamma to'lov ro'zg'orlar hammasi sizni bo'yningizda ekan. Bugundan boshlab ona o'zimga o'zim va'da berdim. Hamma ro'zg'or to'lovlar meni bo'ynimda. Rahmat o'g'lim, baraka topgin. Toshkentchasiga aytganda yashab bersangiz bo'ldi, ona deydi. Bo'ldi, baraka Shunaqa. top o'g'lim. Nima ovqat qildingiz bugun? Sen gapni burmagin. Qiz ko'rsataman deding, qachon endi? Qizni ko'rsatasan.
Sadingiz o'lmasin, mayli, mana. Ko'rsatsam ko'rsata qoling. Shu rasmni sizga ko'rsataman deb anchadan beri ko'tarib yurdim. Mana ona. Voy, muncha chiroyli. Voy, asalligini qara. Voy, kelin qizaqigidek. Voy, o'g'lim, buni adresini ayt, boramiz. Bugun vaqtingiz bormi? Ha? Ha, bo'ldi, tayyorlanamiz. Boramiz. Borib kelamiz. Onam, onam. Mana Asal, bugun ham yetib keldik. Keyin ona ham yaxshi bo'lib qoldilar. O'shanga buyog'iga to'y tezlashtirarmiz-a? Jinni. Bo'pti, uyingga kira qol tez-tez. Xo'p, mayli, yaxshi. Telefon qilaman. Xo'p. Hop, kira qol. Uy ham ketdi, qiz ham ketdi. Xullas qizim gap bundoq. Sani so'rab uyga sovchilar kelishdi. Hayajonlamagin bola. O'zing yaxshi bilar ekansan. Yaxshi joy ekan, menga ma'qul keldi. Nima deysan shunga? Oyijon, sizni tashlab ketgim kelmayapti-da. Bolam, axir seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor-ku. Hamma qizlar erga tegadi. Nima deysan? Nima desangiz shu, oyijon. Voy bolam, shunaqa deyishingni o'zim ham bilardim. Axir seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor. Sen ham erga tegishing kerak, oila qurishing kerak. Men xursand bo'laman shunaqa bo'lsa. Mana tuzalib ketdi mana. Xudoga shukr, kasal emasman endi. Bemalol to'y qilsak bo'ladi. O'zim onajonim, mani baxtimga sog' bo'ling. Asal? Voy, vohli kelibsizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, yaxshi. Onam qayerdalar? Ha, oshxonada.
To'xtang, jiddiy gapim bor edi. Nima gap? Tinchlikmi? Nimaga unaqasiz? Qanaqa? Tinchlikmi? O'g'risiz. O'g'ri? Qalbim o'g'risiz. Voy jonim, jinnivoy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi o'g'lim? Yaxshi o'tiribsizmi? Yoshlar.